Kia Carnival 207 litrli va 6 silindr, 6 porchinli motor. Bitta ovozini eshitinglar. Xo'p, bunisi Kia Carnival, xuddi shu motorda Kia Carnival 3.3 litrli va 6 silindrli benzin motorlari. Bitta eshitinglar buni ham ovozini. Zavodchi. Xudo xolasa yarimtaga zavod bo'lyapti. Ishlashlariga gap yo'q. Qanga qo'ysa turadi. Gaz boschi. Ha. Bo'ladi. Bunisi Hyundai Genesis 2 litrli turbina motor. Bitta eshitinglarchi. Xudo xolasa zavod bo'lishlari yarimtaga zavod bo'lyapti. Ishlashlari ham mana tanga qo'ysa turadi. Xudo xolasa. Gaz boschi. Maxluqning ovozi mana. Bitta gaz bos yana. Bo'ldi. Xo'p, bu motorlar haqida to'liq ma'lumot berib video yasab o'tdim. Oldingi videolarda bitta ko'rsalaring hamma motor haqida ma'lumot bor. Xo'p, bundan tashqari Gazelga qo'yilyapti Mers motorlar bor 104, 111, 112, 113, 601. Keyin Hyundai Santa Fe bor. Xo'p. Yana qanaqa motorlar bor? Ko'p motorlar turi ko'p. Isuzu motor qo'yishyapti. Ular xohlasalaring o'zlaring motor olib kelsalaring ham ustalarimiz qo'yib yurgizib berishaveradi. O'zlaringda qanaqadir tanishlaring bo'lsa, arzonroq motor topsalaring, misol uchun o'zlaringda bo'lsa olib kelib bersalaring, ustalarimiz qo'yib beraveradi. Bu hozirgi 3 sanab o'tgan motorlarim haqida to'liq bitta ma'lumot berganman. Oldingi videolarda erinmasdan agar topib ko'rsalaring, hamma videoda o'sha bittadan motorlarga ma'lumot berib o'tganman. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib qo'yay. Xo'p, bir shopir akamiz meni Gazelimga Toyota motor qo'yishim kerak. Toyota motor qo'yib beraverasizlarmi dedi. Qo'yib berilaveradi Toyota motor. Usta bilan maslahatlashdi. Usta aytdiki, aka dedi, Toyota motormi, Mazda motormi, qanaqa motor bo'lsa qo'yib beraveradi. Lekin bizda yo'q Toyota, lekin topib olib kelsangiz qo'yib beraveramiz. Qo'limizdan keladi so'rabga qo'yib berish. Faqat bitta minus tomoni bor dedi. Buni itidan keyin zapchasini qayerdan topasiz? Masalan, bizni vodiyda deyarli Toyota zapchaslari menimcha yo'q. Endi voha tomonlar bilmadim, bizda yo'q. Keyin itidan keyin o'sha zapchas tomonlama qiynalasiz. Oddiy misol dinamik ketib qolsa ham, starter ketib qolsa ham qayerdan topasiz? Shuning uchun biz har tomonlama o'ylab o'sha hozirgi kunda O'zbekistonda ommalashyapti Kia bilan Hyundai. Koreyskiy avtomobillar motorlari ham ommalashyapti, zapchasini ham topish oson. Shuni hisobiga shu motorlarni mosladik deb ancha gapirdi. Keyin u aka fikridan qaytdi. Lekin ustonoka qilib berilaveradi. Ustani qo'ldan keladi xudo xolasa. Lekin faqat ertadan keyin o'ylagan holatda maslahatlashib boshqa motorga kelishgan. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib berishadi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.